Hamzat Chimayev yutqazdi. Internetda shov-shuv, orqadagi media propaganda mashinasi, musulmonlar va xristianlar urushdi, unda musulmonlar qoldi deb propaganda qilyapti va eng alamlisi bunga juda ham ko'p kishi ishonyapti va shu narsani propaganda qilyapti, yig'lab chiqyapti bolalar. Musulmonlar qoldi, musulmonlikka yomon bo'ldi. Birinchi navbatda aytaman, bu urush hech qanaqasiga musulmonlar uchun aloqasi yo'q. Musulmonlar yoki Alloh nimadirni dokazat qilishga majbur emas. Ikkinchi navbatda xristianlar va musulmonlarni urush qo'ygandek ko'rsatishyapti, lekin Hamzat qanaqadir payg'ambar emas u. Bu jangchi, hech qanaqa u islom uchun, din uchun urushmayapti, u pul uchun, slava uchun, shon shuhrat uchun urushyapti, o'zi uchun birinchi navbatda urushyapti. Bundan manfaatdorlar aslida UFC'ning boshliqlari. Men hamma vaqt aytib kelganman, bu dunyo tizimini qaranglar, u qanday boshqarilyapti. Borib UFC'ning shareholderlarini, uni egalarini ko'ringlar, ular Yahudi. U yerda ham ko'rasizlar, BlackRock, State Street, Vanguardni ko'rasizlar. Bularning egalari kim? Tushuninglar, ular faqat yutyapti. Orqa fonda o'tirib, hammani ustidan kulishyapti. Sanlarni chalg'itishyapti, ularni urush qo'yishyapti, ularni xuddi sirka o'ynatganda pul to'lashyapti, lekin sanlar chalg'iyapsan, yana shu orqali propaganda qilishyapti. Musulmonni yaxshi ko'rdi. Men ham Chimayevni yutishni xohlagandim, lekin Alloh bizdan ko'ra hammasini yaxshi bilguvchi, u nima yaxshi, nima yomon biladi. O'sha uchun любой положениеda alhamdulillah deyish kerak. Men sizlarga tushuntirmoqchi bo'lgan narsa, buni hech qanaqa dinga to'g'irlash kerak emas. Bularning orqasida yahudiylar turibdi, ular nazorat qilyapti, ular pul ishlayapti. Nima bo'ladi, nima qoladi, kim yutadi, kim yutqazadi? Faqatgina ular yutadi.